Mana loyiha apparatimiz olib keldik. Samarqand Bulung'ur tumaniga. Razmerlari 37 ga 25, podyomi 13. Buyurtmasi asosida 4 talik qilib berildi. Obishni biz o'zi 3 talik qilamiz. Akamiz 4 talik qilib bering deganlarga 4 talik qildik. Mana soat o'zi 2 dan 29 ta o'tdi. Biza yarim kechasi olib keldik. Mana akamiz lokatsiya tayyorlab beruvdilar. Shu lokatsiya bo'yicha keldik. Mana qabul qilyaptilar o'zlari. Qabul qilib oldik. Bu yoq aka aytdi, shu olib borib beraman dedi, olib kelib berdi mana. Ko'ngildagidek qo'ya solgan, yaxshi. Mana ishlatib bitta Xudo xolasa ishlatib ko'rib ertaga yana izoh berib o'tamiz. ichlari qalin nirjavkadan jihozlangan. Hech qanaqa loy ishlamaydi. Buni prosta suvlamas kerak. Mo'y tutishga atrobotgami, saralkami sevsa 13 dan 14 gacha chiqaraveradi. Bir o'sha tutgandan keyin. Kimga mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani. Stanoglarga nomerlarimiz yozilgan. Keyin Instagram, Telegram kanallarimiz nomi Metal Master Jasur. Nomerimiz 97 141 89 99. Aka sog' bo'ling. Yaxshi kunlar ishlating apparatni. Rahmat. Mana